Mirzo Ulug'bek tumani Gazalkinskiy ko'chada bizda bugungi yangi obyektimiz uy qurishingiz uchun 11 sotixli hovli. Fasadimizga keladigan bo'lsak 30 metr. Bemalol bu yoqqa 3 ta xonadon chursa bo'ladi. Yoki bu joyimizni biznes uchun ham bitta ko'rsangiz bo'ladi. Yo'l yuzida-ku xususiy maktab deysizmi, xususiy bog'cha deysizmi, yo'l yuzida bitta mana shunaqa chiroyli joyi joylashtirib qo'ysangiz bo'ladi. Atak ro'paramizdagi xonadonlarni qarang. Ko'rinishidan to'yxonaga o'xshaydi-yu, lekin bular uchastka. Yoki xuddi shunaqa bitta qasr hovli qurib olsangiz ham bo'ladigan o'zini sharoitlari bor. 11 sotix narxiga keladigan bo'lsak, aynan mana shu Gazalkinskiy ko'chada 100 ming deb turganlar ham bor, qo'ni-qo'shnilarimiz. Bizani joyimiz bo'lsa, 1 sotixi uchun 75 ming dollar so'ralyapti. Albatta bu startviy narxi, siz keling, ko'ring, tepasida gaplashinglar. Hozir ustalar tushgan, mana shu devorlari hammasi tortib qo'yiladi. Primoy joyi egalarining telefon raqamlari videoni opisaniyasida.